bo'lib o'tgan bugungi bo'lib o'tgan forumning mavzui nihoyatda dolzarb mavzuga bag'ishlangan. Turkiy dunyo yoshlari ta'lim forumi deb ataladi. Bu aynan butun jahon turkiy davlatlari turkiy tillari bayrami kuniga to'g'ri kelganligi ham timsoliy jihatdan juda mos kelgan. Bugun shu bayramni butun turkiy davlatlar, turkiy tilli xalqlar, turkiy tilli davlatlar nishonlashadi. Butun jahon nishonlaydi. Chunki dunyodagi hamma sivilizatsiyalar o'zining ro'y-rost jahonga kimligini ko'rsatib kelmoqda. Lekin turkiy sivilizatsiya yaqindagina o'zining faoliyatini boshladi deyishimiz mumkin. Bu sivilizatsiya mavjud edi, bor edi. Ammo ularning boshini biriktirib, bir yoqadan bosh chiqarib, muayyan birgalikdagi forumlar tashkil qilishi, birgalikda anjumanlar o'tkazishi amalga oshmay kelgan edi. Mana endi bu bosqich o'tildi. UNESCOning o'zi turkiy sivilizatsiyaning uyg'onishiga, turkiy xalqlarning birlashib harakat qilishiga, turkiy tilli davlatlarning o'z intellektual salohiyatini ko'rsatishga imkon beradigan qarorni imzoladi. Mana shu qarorga binoan har yili 15-dekabr kuni butun jahon turkiy tillar bayrami deb turkiy tillar kunlari deb e'lon qilindi. Bu jihatdan bu bayram, ikkinchi jihatdan Turkiy davlatlar universitetida mana shunday forumning o'tkazilishi bu universitet jamoasi qarshisiga juda katta ulkan vazifalarni yuklaydi. Bu vazifalar shundan iboratki, ta'lim jarayonini kuchaytirish, jahon ta'lim jarayoni yutuqlaridan doim ilhomlangan holda turkiy dunyoni ham jahon sivilizatsiyasidagi mustahkam o'rnini ko'rsatib beradigan davr boshlandi. Bu sivilizatsiya butun insoniyat tarixiga juda ko'p kashfiyotlar, juda ko'p yangiliklar, juda ko'p ilmiy g'oyalar bergan. Hamma gap bu g'oyalarni hammamiz ham bilavermaymiz. Aslida bularning hammasini birlashtirish, bir butun kuch qilib birlashtirish ayni paytda turkiy sivilizatsiyaning kuchini, qudratini ko'rsatish va jahon hamjamiyatiga o'zining intellektual imkoniyatlarini, bilimlarini, kashfiyotlarini ulashib berishga da'vat qiluvchi g'oyalarni ifodalagan forumdir. Bu forum hozir ikkita platformada olib boriladi. Birinchisida o'sha turkiy tillar, turkiy sivilizatsiyaning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy jihatlari muhokama qilinsa, uning tarixi, tillarning xususiyatlari va turkiy sivilizatsiyaning rivojlanish jarayonida bosib o'tgan muammolar haqida ikkinchi platformada dokladlar, ma'ruzalar bo'ladi. Bu ma'ruzalarni taniqli olimlar, turkolog olimlar, turshunos olimlar o'qishadi. Ayni paytda bu yoshlarimiz uchun juda katta ham ilmiy, nazariy, ham amaliy ahamiyatga egadir. Chunki yoshlarimiz bu g'oyalarni eshitgan holda o'zi turkiy dunyo nima, turkiy sivilizatsiya nima, turkiy xalqlarning hamjihatligi nimada, birligi nimada, bu sivilizatsiyaning jahon sivilizatsiyasidagi o'rni nimadan iborat edi? Shu savollarga javob topishadi.
eng qiziqarli tomonlaridan birini aytishimiz mumkin. Tabrik nutqlarining birida Turkiyaning Ozarbayjonning elchixonasidan kelgan vakil shunday bir qiziqarli fikrni ilgari surdi. Bu turkiy tilli davlatlar to'g'risida gapiramiz, ammo bu o'zi aslida turli shevalarda so'zlovchi bitta millatdir.